ekanligidir. Siz va bizni bir davrada jam qilgan Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ustozlar, qadrli mehmonlar va aziz tadbirimiz ishtirokchilari. Barchangizni bugungi tashrifingizdan xursandmiz. Bugun biz Peshqadam karvonining media yo'nalishi doirasida amalga oshirilgan va endilikda bajarishimiz kerak bo'lgan vazifalarni belgilab olish uchun jam bo'ldik. Bu nafaqat yangi fikrlar va tajribalar almashish, balki kelajakdagi ishlarni belgilash uchun ham muhim fursat hisoblanadi. Avvalo, tadbirimizga tashrif buyurib, o'z bilim va tajribangizni bo'lishmoqchi bo'lganingiz uchun hammangizga chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Media bugungi kunda nafaqat axborot yetkazish vositasi, balki jamiyat taraqqiyoti, ma'naviy yuksalish va fikr shakllanishining kuchli quroli hamdir. Peshqadam karvonining media yo'nalishi aynan shu tamoyil asosida shakllangan bo'lib, uning bosh maqsadi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining hayot yo'llari va ilmiy meroslarini keng targ'ib etishdir. U kishining boy ma'naviy merosini kelgusi avlodlarga yetkazishda muhim omil hisoblanadi. Bugunga qadar Peshqadam karvoni yo'nalishida bajarilgan ishlarning qisqacha video tasviri bilan tanishamiz. Media faqatgina yangilik tarqatuvchi vosita emas, balki tafakkurni shakllantiruvchi, jamiyatga yo'nalish beruvchi kuchdir. Peshqadam karvoni media yo'nalishi aynan shu mas'uliyatni his qilgan holda yurtimizga va kelajak avlodga xizmat qilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. O'tgan yillar davomida biz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ilmiy merosini keng targ'ib qilish, u kishining hayot yo'llari va fikrlarini ommaga yetkazish yo'lida harakat qildik. Jumladan, Shayx hazratlarining kitoblaridan foydalanilgan va turli mavzularda foydali tavsiya hashtagi ostida karusel postlar va videoroliklar berildi. Bir necha yillardan beri berilib kelinayotgan Hazrat shunday inson edilar mavzusida videoroliklar ham taqdim etildi. Nazmiy va ma'rifiy mavzularda she'rlar yozilib, ular musiqiy ovozlashtirildi. Hazratimizning kitoblaridan va ma'ruzalaridan esa videoroliklar tayyorlandi. Loyihamiz a'zosi tomonidan "Siz bu joyni bilasizmi?" mavzusi ostida video postlar taqdim etildi. Loyihamizga qo'shilmoqchi bo'lgan arizachilardan ibratli videoroliklar berilib borildi. Bugungi kunda media yo'nalishi amalga oshirayotgan ishlardan biri shuki, Hazrat ko'plab joylarga tashrif buyurib, ko'plab insonlar bilan muloqot qilganlar. Aynan shu tashriflar video yozuvlarga saqlangan bo'lsa, ularni yig'ishni rejalashtirmoqdamiz. Va shu bilan birga Hazrat nomlariga ochilgan kanallarga aloqaga chiqib, ularning faoliyatini o'rganishni boshladik. Aziz mehmonlar, hozir navbatni Hazratimizga bag'ishlab Azizbek Po'latov tomonidan yozilgan she'r asosida yaratilgan Soliha opa ijrosidagi taronaga bersak. Marhamat. Xushkalom suhbatlaringiz, sog'inurmiz biz hamon. Kuylayur hofizangiz, soz birla madhingiz hamon. Ko'hna dunyo bag'riga mehmon bo'lgan Hazratim, ilmu irfon yo'lida mezbon bo'lgan Hazratim, ilmu irfon yo'lida mezbon bo'lgan Hazratim. Ma'rifat bo'stonida sarbon bo'lgan Hazratim, haq yo'lida peshqadam karvon bo'lgan Hazratim, nur ziyo peshtoqiga narvon bo'lgan Hazratim, ko'hna dunyo bag'riga mehmon bo'lgan Hazratim, ilmu irfon yo'lida mezbon bo'lgan Hazratim, ko'hna dunyo bag'riga mehmon bo'lgan Hazratim, ilmu
irfon yo'lida mezbon bo'lgan hazratim. Ay, qancha olim kelmadi aylab bilimni kasb-kor, barchasi ham haq yo'lida qildi qancha jonni sog'. Siz kabi allomalar islom uchun iftixor, ko'hna dunyo bag'riga mehmon bo'lgan hazratim. Ilmu irfon yo'lida mezbon bo'lgan hazratim. Ko'hna dunyo bag'riga mehmon bo'lgan hazratim. Ilmu irfon yo'lida mezbon bo'lgan hazratim. Nur yog'ilgan yuzingizga termulib boqsam qani, bir nafas mehrim o'tini zavq ila yoqsam qani, ilmingizdan ko'ksima oltinu zar taqsam qani, ko'hna dunyo bag'riga mehmon bo'lgan hazratim. Ilmu irfon yo'lida mezbon bo'lgan hazratim. Ko'hna dunyo bag'riga mehmon bo'lgan hazratim. Ilmu irfon yo'lida mezbon bo'lgan hazratim. Nur sifatli chehrangizni sog'inurmiz biz hamon. Xush kalom suhbatlaringiz sog'inurmiz biz hamon. Kuylayur solihangiz, soz birla madhingiz hamon. Ko'hna dunyo bag'riga mehmon bo'lgan hazratim. Ilmu irfon yo'lida mezbon bo'lgan hazratim. Ko'hna dunyo bag'riga mehmon bo'lgan hazratim. Ilmu irfon yo'lida mezbon bo'lgan hazratim. Mehmon bo'lgan hazratim. Ilmu irfon yo'lida mezbon bo'lgan hazratim. Endigi navbatimizni Ansora Foziljon qiziga beramiz. Bu qizimiz media yo'nalishi a'zoligiga nomzod hisoblanadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barcha xush kelibsizlar. Ismim Ansora. Men bu loyihaga qo'shilganimdan keyin men loyihamga o'z loyihamga nom berdim va shayxim bilan hamnafas degan bir loyihani tashkil qildim va media yo'nalishi bo'yicha bo'lganligi uchun ko'proq video qo'llanmalar bilan birga ishlaganligimiz uchun men bir kanal tashkil qildim va u kanalda shayximizni hayotlarini va ijodlarini yoritishni boshladim. Shayximizni hayotlari bo'yicha o'sha tug'ilgan davrlardan boshlab ketma-ketlikda bo'lib o'tkazgan boshlaridan jamiki hamma narsalarni bir slayd qilib, chiroyli qilib ayollarga bir taqdim etishga harakat qildim. Meni kanalimda asosan ayol va qizlardan iborat bo'lganligi uchun dars tashkil qildik va bu darsga ko'p ayol qizlarimizni taklif qilgan holatda slayd asosida shayximizni avval ijodlaridan oldin hayotlarini tanishtirishga harakat qildim. Sababiki o'sha kitobxonlarimiz ijodlar bilan tanishishdan avval u insonni o'zlari bilan yaqinlashishlarini xohladim. Xuddi o'zim ham ularni shayximizni qanday tanigan bo'lsam,
boshqa insonlarni ham shunday tanitishga harakat qildim va shuni maqsad qildim. Hayot va ijod yo'llarini tanitgandan keyin konkurs e'lon qildik va kitob do'konlari bilan hamkorlikni taklifotlari bilan chiqdim, chunki o'zim ko'p kutubxonalar bilan kitoblar sotib olib yuradigan kutubxonalar bilan hamkorlik taklif qildim va ular o'sha mediada, ya'ni Telegram, Instagramda faol bo'ladigan kutubxonalar bo'lganligi uchun ularga bir taklifot bilan chiqdim. Ya'ni Shayximlar Hamnafas degan konkurs e'lon qildik birgalikda. Ular ham yordam berishdi va mana shu konkurs asosida kanalimga ko'proq insonlarni jalb qilishga harakat qilib, konkursni g'oliblariga esa iymon kitobini qo'ydik. Ayollarimiz juda katta qiziqish bilan bu konkursda qatnashdi va konkursda 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni olgan ayollarimizga, qizlarimizga iymon kitobini taqdim etdik. Iymon kitobini taqdim etganimizdan keyin ayollarimiz aytishdi, endi buni o'qiylik birgalikda Ansorada. Ko'pchilik bo'lib mutolaa qilsak, ya'ni birgalikda o'sha ham fikr bo'lib shu kanalni rivojlantirsak degan taklif bilan berishgandan keyin biz Hazratni o'sha har bitta kitoblarni berib ketganlar, yo'nalishlarni, ya'ni qaysi kitobdan keyin qaysi kitob o'qilishi, ana shu ro'yxat bo'yicha biz mutolaani boshladik va homiylarimiz taklifotlar bilan chiqishdi. Alhamdulillah, shu vaqtda bir ikkita ayollarimizni maylimi Ansora biz o'sha kitobni ola olmaydigan yoki kitobni olishga imkoni bo'lmayotganligi biz homiylik qilsak, ya'ni shu kitoblarni olib bersak, maylimi deb chiqishganda juda ham xursand bo'lib ketdim. Mana shu 20 ta kitobga homiylik qilishdi va 20 ta kitobni shu hamkorlarimiz bilan birgalikda ayol va qizlarimizga taqdim etib mutolaani boshlab yubordik. Hattoki mana shu sovg'alarimiz, ya'ni hadya qilingan 20 ta iymon kitobi 100 tadan ortiq ayollarni kitob o'qishiga yana bir hissa qo'shdi, kuch bo'ldi. Va reja asosida kitoblar mutolaasini boshladik. Rejamiz har 3 oylikka bo'lindi. Ya'ni rejalar o'sha qaysi kitob, necha betdan va qaysi sanalarda o'qilishi hammasi taqdim etib borildi o'quvchilarimizga, mutolaachilarimizga va o'zim ham mana shu reja asosida birgalikda o'sha mutolaachilarimiz bilan shu kitoblarni o'qishni boshladik. Uyga vazifalar berildi. Qizlarimiz shunchaki o'qishmadi, ayollarimiz, ya'ni uyga vazifalari bilan qiziqib, ya'ni o'sha o'qiyotgan kitoblari shunchaki o'qish uchun emas, o'qish uchun bo'ldi. Asosiy maqsadimiz shuning uchun konspekt qilishlarini vazifa qilib topshirdim. Iqtiboslar topshirishdi. Shunaqa chiroyli, shunaqa iqtidorli ayollarimiz bor. Uyda o'tirib, endi o'zlarining iqtidorlarini bir chekkaga ko'mib qo'ygan ayollarimiz shunaqa xursand bo'lib, o'zlarini boshqatdan kashf qilib, hattoki medialarda chiroyli videoroliklar yaratishdi. Shunaqa chiroyli rasmlar qilib, shayximizni kitoblaridan iqtiboslar yaratishni boshlashdi. Va o'zlarining ham mehrlari shu darajada tushib qoldiki, shu asarlarga. Va shunaqa ketma-ket minnatdorchilikka keldi. Ishonsanglar, men to'g'risi kutmagandim. Ansoradan va shayximni tanimagan ekanman shu vaqtgacha. Sizni mana shu loyihangiz orqali men endi bu shayxim bilan tanishyapman, afsuslanyapmanki, nima uchun hayotli paytlarida men ularni tanimagan ekanman deb rahmatlar aytishdi, taklifotlar berishdi va bu loyihamiz rivojlanishiga yana ham katta hissa qo'shdi. Va albatta o'quvchilarimiz qat'iy ravishda mana maktab, institut o'qishlarida qanaqa nazorat qilinsa, men ham nazorat qilib bordim, hammasi onlayn o'tkazildi va ro'yxat bo'yicha har kungi topshirgan vazifalari bo'yicha ularga ham отчет tashladim, ya'ni tavsiyanomaga berdim va o'zim ham nazorat qilib bordim. Va yana Allohimga hamdlar bo'lsinki, biz loyiha boshlagan vaqtimiz Hilol nashr nashriyoti ham ustozlar bilan mutolaa loyihasini baravar boshlashdi. Va shunaqa to'g'ri kelib qoldiki, biz o'qiyotgan kitob bo'yicha 15 kundan keyin e'lon berildi. Ustozlar bilan mana shu kitob bo'yicha uchrashuv bo'ladi, marhamat kelinglar degan taklif berildi va bizani o'qiyotgan kitobimiz mos kelib qolganligi uchun ayol qizlarimiz yana ham ko'proq qiziqish bilan ustozlar bilan ko'risharkanmiz, kitoblarni xulosasini olarkanmiz, savollarimizga topilmay qolgan savollarimizga javobni shu yerdan toparkanmiz deb juda ham qiziqishlar bilan boshlashdi, borishdi, qatnashishdi. Hattoki mana ma'lumotda savol javoblarda faol qatnashib, kitoblar, keyingi mutolaaning kitoblarini sovg'aga ham qo'lga kiritib, shunaqa xursand bo'lib kayfiyatda o'tkazishdi. Bundan tashqari, konkurs davomida, ya'ni shu mutolaa davomida orada men bilimlarni sinab boraman har safar. Chunki har bitta kitob tugagandan keyin bilimlarini bilishim kerak. Ya'ni kitobni qanaqa, qay tarzda o'qishdi, qay tarzda o'zlashtirishdi. Mana shularni bilish uchun test, savol javoblar o'tkazamiz va unga ham o'ziga yarasha o'sha
birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni qo'yib turib taqdirlaymiz. Ya'ni yaxshi o'zlashtirgan testlarda, savol javoblarda faol qatnashgan ayollarimiz uyda o'tirgan holatda o'zlarining bilimlarini sinab, bizning homiyimiz Hilol nashriyoti tomonidan ajoyib sovg'alar taqdim etilib kelinmoqda. Xo'p, bu meni bor yo'g'i qilgan 2,5 oylik adashmasam ishlarim. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapman. Sababi men ham mana shu ayollar kabi Hazratni avval tanimagan ekanman. Men ularni yaqindan taniganimdan keyin inshaalloh hali oldinda juda ham ko'p rejalar tuzganman. Meni eng katta hozirgi kundagi rejam har bitta xonadonga shayximizni olib kirish. Hech qaysi bir xonadon qolmasinki, shayximizning kitoblari o'qilmagan. Istagan mahallangizga kirib turib, shuni shayximiz kim bo'ladi, qaysi asarlari bor degan savolga javob beradigan xonadon yaratish inshaalloh kashf qilish. Endigi navbatda nomzodlarimizdan yana biri Aktam va Gulbahorga beramiz. Hozir biz ularni bajargan ishlarini taqdimot ko'rinishida tomosha qilamiz. Marhamat. Ismim Gulbahor Aktamova, Xalqaro islom akademiyasida 2-kursda o'qiyman. O'tgan yili fevral oylarida peshqadam garvoniga qiziqishim ortgan va shundan keyin bitta videoni ko'rganman, ta'sirlanganman va shu DXga qiziqishim ortgan. Bizga qaysi loyihani qilishni bilmadik, o'ylandik va kutubxonalar yo'nalishi bo'yicha ishlashga qaror qildik. Yaqin atrofdagi kutubxonalarni hammasini qildik. Eng birinchi kutubxona bu 2024-yil mart oyida Turon kutubxonasi bo'ldi. Abdulla Qodiriy nomidagi Turon kutubxonasini qildik. Eng dastlabki kutubxonam shu bo'lgan. Siz bu joyni bilasizmi rubrikasi ostida bo'ldi. Bunga ko'pincha qiziqishlar orttirildi. Ya'ni bizning asosiy maqsadimiz yaqin atrofdagi kutubxonalarni ochish va o'quvchilarni ko'pincha o'qishga anaqasini, ixlosini, yana ham ishtiyoqini oshirish. Shunaqa chiroyli joylarni ko'rsatish bilan. Ikkinchi kutubxonamiz Yoshlar ijodiyot saroyidagi birinchi qavatida joylashgan ijod kutubxonasi hisoblanadi. Bu yerda ham kitob mutolaa qilsa bo'ladi, ham dars qilsa bo'ladi. Shuni ham yana ham ko'proq ochib berish uchun bu kutubxonani olganmiz. Keyingi kutubxonamiz bu o'sha Yoshlar ijodiyot saroyining ikkinchi qavatida kitoblar olami kutubxonasi. Bu yerda ham kirish mutlaqo bepul va dars qilish juda ham erkin qilib belgilangan. Kitoblar barcha kutubxonalar bor. Bu yerda kitoblar dunyosi, bu yerda ham dars qilsa bo'ladi, ham kitoblarni bemalol o'qisa bo'ladi. Keyingi kutubxonamiz To'pa kutubxonasi. Bu yerda ham kitoblarni bemalol o'qib, ham bemalol dars qilsa bo'ladi. Keyingi kutubxonamizdan Turon, undan keyingisi shahar markazida joylashgan Sarmoya Books. Bu yerda ham ko'pincha juda ham katta sharoitlar qilib berilganki, kitoblarni bemalol olishga hech kim qurb yetmaydi, hammani ham qurb yetmaydi. O'shaning uchun borib o'qib mutolaa qilish uchun sharoitlar bor bu yerda ham. Keyingi kutubxonamiz hamma bilgan Respublika bolalar kutubxonasi. Bu yerda ham bemalol kitoblarni o'qib, darslarni qilib qaytishlari mumkin. Juda ham katta sharoitlar bor bu yerda ham. Ochib berishga harakat qilganmiz. Bu book cafe kitob bor joyda, kitobga, ya'ni dars qilishga imkoniyat bor joylarni videosini tayyorlashga harakat qilganmiz. Bu yer ham shahar markazida joylashgan, ikkita universitet orasida. Keyingisi bu Shakespeare nomli kutubxonamiz, juda ham katta. Kitoblarni bemalol o'qisa bo'ladi va bu yerda ham dars qilib, bemalol konferensiyalar qilsa yoki bironta o'zlarini yaxshi loyihalar bo'lsa qilsa bo'ladi. Undan keyingi kutubxonamiz bu markazda joylashgan Moida boy anaqa edi. Buni aniq nomini bilmayman, lekin bu yerda ham darslarni qilsa bo'ladi. O'shaning hisobiga bu kutubxonani ham ochib berishga harakat qilganmiz. Shu kutubxonalarni o'tgan yili 24-yilda har bitta oyda qo'yib borganmiz. Siz bu kutubxonani bilasizmi rubrikasi ostida shu kutubxonalarni ochib berishga harakat qilganman. Hozir juda ham hayajonda bo'lganim uchun gapirgan gaplarim esimdan chiqib ketib qoldi. Keyin maqsadlarimiz bor, etap maqsadlarim bor edi. Birinchisi bu shayximizning suhbatlarini ko'rdim. Internetda ko'rganimda shayximiz suhbatlari bor edi, o'shani men berdim. Berganimdagi qanaqa loyiha edi u? Ularni ovozlarini jonlantirish. Kimdir o'qish orqali miyasiga biron nima olsa, kimdir eshitish orqali oladi. Hozirgi zamonda ko'pchilik eshitish orqali miyasiga olishyapti yaxshi narsalarni. Shuni hisobiga shayximizning suhbatlarini jonlantirishni xohladim.
unga bitta ovoz beruvchi odam kerak bo'lardi. Qiz bola tanishlarim bor, lekin o'g'il bola tanishlarim bo'lmaganligi uchun ularni jonlantira olmadi, lekin xudo xolasa unga bitta ovoz yozuvchi topib o'shani ham qilmoqchimiz. Bu ikkinchi loyiham. Birinchi bu bilasizmi kutubxonali bo'lsa, ikkinchisini qilmoqchi bo'lganimiz shu. Undan keyingisi men ko'pincha ingliz tilida ko'p davlatdagi anaqalar bilan gaplashish xohlardim, yaxshi ko'raman. Falastingdagi bitta musulmon o'rtog'imiz bor edi, pen friend, ya'ni do'stlar bo'lardi. Ular bilan gaplashganimizda ko'pincha ilm almashardik bir-birimizni. Men tushunmaganimni so'rardim. Ular juda ham ilmli qiz bo'lganlar uchun so'raganman. Shayximiz bor bizni. Ko'pincha O'rta Osiyo mamlakatlari taniydi. Siz taniysizmi deb rasmlarni jo'natganda tanimadilar. O'shanda miyamga bitta narsa urildi, xohladim, juda ham ko'p xohladimki, shayximiz kitoblarini angliskiy, ya'ni ingliz tiliga tarjima qilib, o'sha musulmon davlatlariga ham yetkazish. Eng kattasi shu, keyin yana bitta narsani xohladimki, kutubxona ochish. Bu juda ham oson ish emas. O'shaning uchun shahar markazida bor kutubxonalar, lekin shahar chetlarida yo'q. Kutubxona yoki kitob do'konlari yo'q. O'shaning hisobiga bitta kursdoshimiz Gulbahor degan viloyatda, Toshkent viloyatida tumanda turishadi. O'sha viloyatda biz dinshunos bo'lganimiz uchun dinni ko'pincha turli vakillar bor. Chakashib ketishmasligi uchun, adashib qolmasliklari uchun o'sha yerda aynan kutubxona ochish niyatimiz bor. Kutubxona yoki kitob do'koni. Rahmat Gulbahor. Endigi navbatni Peshqadam karvoni jamiyatimizning media yo'nalishi a'zosi, shu bilan birga jamiyatimizning eng yosh xodimlaridan biri Soliha Isroilovaga beramiz. Bu qizimiz nafaqat loyihamiz saytini tayyorladilar, balki jamoamizga doir barcha ishlarda faol yordamchi hisoblanadilar. Marhamat Soliha. Assalomu alaykum. Ismoilova Soliha, Peshqadam karvoni jamiyati media yo'nalishi a'zosiman. Bu yo'nalishga a'zo bo'lishimning sababi ham aynan shu sayt orqali bo'lgan. O'tgan yil hisob tadbirida saytimizning birinchi ko'rinishi xosligiga qo'yilgandi, ya'ni foydalanishga berilgandi. Undan keyin qilingan ishlar saytimizga yana qo'shimcha funksiyalar qo'shildi, kod jihatdan tozalandi, keraksiz kodlar olib tashlandi va kurs fasliga kelib majot ta'lim bilan ko'rishga oson, qulay boshqa dizayn ishlab chiqildi. Hozir sizlarga yangi dizaynni taqdim etmoqchiman. Birinchisi bosh sahifa bo'lib, unda loyiha haqida ozgina ma'lumot beriladi. Va undan keyin bizning 5 ta yo'nalishimiz haqida ustiga bosganda o'sha yo'nalish sahifasiga o'tiladi. Birinchi 5 ta yo'nalish turadi. Undan tashqari bizga tez-tez murojaat qilishadigan savollar kirib turib, o'zlari darrov javob olishlari mumkin bo'ladi va asosiy qismlaridan biri bizning kutubxonalarimiz. O'zbekiston bo'ylab joylashgan har bir kutubxonamizning lokatsiyasini kiritsa, shu sayt orqali kirib turib, o'zlariga yaqin bo'lgan qulay kutubxonaga borib, bepul kitoblardan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Va har birini ichiga kirganda to'liq ma'lumotlari ko'rinadigan sahifalari ham bor. Hozir bu faqat dizayn ko'rinishi bo'lgani uchun hali ulanmagan, baza bilan yaqinda ulab to'liq foydalanishga topshiramiz inshaalloh. Endigi navbatni media yo'nalishi a'zosi Azizbek Po'latovga bersak va ularning ijrosidagi Hazratimga salom aytinglar taronasini birgalikda tinglasak. Men uchun Hazratni xotiralari har kuni buyuk xotira kuni, buyuk xotira oyi, buyuk xotira yili. Bu mavzu men uchun bir eskirmaydigan mavzu. Hazrat xotiralari har doim kuylash, she'rlar yozish va shu sohada har doim mehnat qilish meni bir sharafli ishim. Hazratimizni ota-onalarini Hazratimiz Alloh rahmatiga g'arq aylasin. Yotgan joylari nazariga xom bo'lsin. Biz shu maqom yo'nalishda dars beramiz. Bir necha qo'shiqlar yodlab bilamiz. Hazrat Navoiy, Hazrat Mashhad. Balki bu bir necha yuzlab qo'shiqlar yodlab bilamiz. Lekin Hazratga bag'ishlangan qo'shiqlar yodlash qiyin bo'lyapti. Kuylaganda tomoqqa nimadir tiqiladi, buni kuylash qiyin. imkon darajasida kuylab beraman. Hangi iskan sabolar Hazratimga salomuni
aytinglar aytinglar dil kuylagan navolar hazratimga salomimni aytinglar aytinglar Hangi iskan sabolar hazratimga salomimni aytinglar aytinglar dil kuylagan navolar hazratimga salomimni aytinglar aytinglar fasli bahor oqshomida yurak zor qaqshadi Turon zamin samosida nur so'nganga o'xshadi Fasli bahor oqshomida yurak zor qaqshadi Turon zamin samosida nur so'nganga o'xshadi Hazrat Muhammad Sodiq nogoh bizni tashlab rihlat etdilar evoh yuraklarni g'ashlab Hazrat Muhammad Sodiq barchamizni tashlab rihlat etdilar evoh ko'ngillarni g'ashlab Tonggi iskan sabolar hazratimga salomimni aytinglar aytinglar dil kuylagan navolar hazratimga salomimni aytinglar aytinglar Sizni juda sevar edik sog'inib talpinar edik Tegrangizda o'ltirsak gar suv kabi qalqinar edik Evoh endi xushlamlar qaytmas sira qayturmu Tonggi iskan sabolar salomimni ayturmu Evoh endi u damlar qaytmas sira qayturmu Tonggi iskan sabolar salomimni ayturmu Tonggi iskan sabolar hazratimga salomimni aytinglar aytinglar Ahli islom birodarlar yetim bo'lgandek go'yo Hushimga hech kelolmasman tushimni yoki ro'yo Ko'hna ko'kcha mozordan mahzun bo'lib qayturman Sizga bo'lgan izhorimni navobiram ayturman Tonggi iskan sabolar hazratimga salomimni aytinglar aytinglar Ey dil kuylagan navolar hazratimga salomimni aytinglar aytinglar
meydoni ara mohir chavandoz bo'ldingiz. Islom meydoni ara mohir chavandoz bo'ldingiz. Rayhon kabi ifobirin için ertaga suvdingiz. Peygamberler mirosxo'r bo'lib ziyon sochdingiz. Ma'rifat nurin taratib dil eshigini ochdingiz. O'zbek elin buyukligin jahonga ko'z-ko'z aylab ketdingiz. Ah nechalarni qalbim ilmga shaylab. Hangi esken sadolar hazratimga salomimni aytinglar, aytinglar. Dil kuylagan navolar hazratimga salomimni aytinglar, aytinglar. Hafız aziz har tongda nomingiz yod aylagay. Mehr ipin sabrlar ruhingizga boylagay. Ibrat olib sizlar ko'p bilim xatdan shaylagay. Sog'inchlari Misr tog'larga joylagay. Sog'inchlari Misr tog'larga joylagay. Sog'inchlari Misr tog'larga joylagay. Hangi sarin shamol hazratimga salomimni aytinglar, aytinglar. Hangi nasim shamoli hazratimga salomimni aytinglar, aytinglar. Bir kuylagan navolar hazratimga salomimni aytinglar, aytinglar. Aytinglar, 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 aytinglar. Hazrat hayotlik chog'larida ular ishtirokida bo'lib o'tgan turli tadbir va marosimlarda video, audio yoki foto tasmalarga muhrlangan turli media materiallari mavjud. Ana shu media materiallardan butun xalqimiz bahramand bo'lishi va kelajakda ko'pchilikka manfaati yetishi uchun ularni jamlashni yo'lga qo'ymoqchimiz. Shu maqsadda kichik bir e'lon tayyorlagan edik. Hozir shuni video shaklida birga tomosha qilsak. Marhamat. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari butun umrlari davomida ilm va hikmat yo'lida xizmat qildilar. O'z ma'ruzalari, nasihatlari, suhbatlari orqali minglab insonlarga nur ulashdilar. U kishining bilimlaridan bahramand bo'lish va boshqalarga yetkazish har birimiz uchun sharafdir. Bilamizki, hazrat ko'p joylarda bo'lib, ko'plab insonlar bilan muloqot qilganlar. Bu qimmatli daqiqalar, hikmatli so'zlar tarix sahifalarida qolishi lozim. Hurmatli yurtdoshlar, agar Shayx hazratlarining turli joylardagi ma'ruzalari, suhbatlari va uchrashuvlarga oid video tasvirlar shaxsan o'zingiz tomoningizdan olingan bo'lsa, ularni bizga ham yuborishingizni so'raymiz. Sizdan kelgan har bir video biz uchun muhim. Ushbu materiallar orqali biz Shayx hazratlarining ilmiy meroslarini saqlab qolish, kelajak avlodga yetkazish va keng ommaga taqdim etish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Eslatib o'tamiz, turli ijtimoiy tarmoqlardan olingan video tasvirlarni emas, aynan o'zingizda bo'lgan video tasvirlar bo'lishi lozim. Hazratni xotirlash va ularni izlarini saqlash yo'lida bu videolar katta ahamiyatga ega. Hazratning bizga ko'rsatgan yo'llari, ulug'vor ishlari hayotimizni yanada ma'naviy jihatdan boyitadi. Va bu bilan boshlayotgan ishimiz har bir xonadonga yetib borishini ta'minlash,
Ulardan kelgan video va audio ma'lumotlarni, ularning xotiralaridagi taassurotlarning biz uchun qanchalik ahamiyatli ekanligini bildirmoqchimiz. Yana bir ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchimanki, yaqinda kitobxonlik maktabida bo'lib o'tgan tadbirda Erkin Malik ustoz ham Hazrat bilan bog'liq xotiralarni yozma shaklda taqdim etishingizni so'ragan edilar. Ya'ni kimdaki Hazrat bilan bog'liq ma'lumotlar, xotiralar bo'lsa, ularni Erkin Malik ustozga yozma shaklda taqdim etishingizni so'rab qolamiz. Albatta bu ma'lumotlar yig'ilib katta bir to'plam ko'rinishida xalqimizga foydali taqdim etiladi degan chiroyli umidimiz bor. Shu o'rinda yana bir ma'lumot, Buyuk xotira yili munosabati bilan Omina diniy ma'rifiy ijtimoiy adabiy jurnalining maxsus 6-soni Hazratimizning xotiralariga bag'ishlab nashr etildi. Bugun biz uchun juda muhim tadbir, chunki kelajakda media yo'nalishi bo'yicha qanday ishlar qilsa bo'lishi, qanday yondashuvlar qo'llanilishi kerakligi haqida ozgina fikr almashsak bizga asqotgan bo'lar edi. Yana bitta fikrni bildirib o'tmoqchi edim. Mana Hazratimiz haqida podkastlar kuzatdim, ko'rdim va bu podkastlarni taqdim etdim. Bu podkastlar asosan Hazratimning shogirdlari, oila a'zolari, ular bilan hamnafas bo'lib birgalikda yashab o'tgan insonlarni podkastlari hisoblanadi, ya'ni fikrlari hisoblanadi. Men shuni taklifotini bermoqchi edimki, xuddi shu podkast singari Hazratimizni kitoblarini o'qiyotgan insonlar bilan ham intervyu tarzida bir loyiha tashkil etsakda, ular ham o'zlarini mana iqtibos emasda o'qigan kitoblari, o'sha shayximizni taniganlari holatda taqrizlarini bildirib o'tsalar va mana shu kitobni, ya'ni insonlarga mana bu kitobni o'qing, Hazrat kitoblari zo'r ekan degandan ko'ra o'sha bir kitobni o'qiganlarni taassurotini xalq og'zaki, ya'ni xalqni o'zini tili bilan eshitsa, unga ko'proq qiziqishadi ayollar. Zo'r kitob ekan degandan ko'ra, men kitobdan mana bunaqa taassurot oldim, Hazratim mana bunaqa joylarini men shunaqa tushundim, shunaqa deb yozgan fikrlari bor ekan, men juda ham hayotimga tatbiq qildim. Chunki ko'p ayollarimiz menga hechqanday yozishadi, har doim Ansor opa shu Hazrat aytgan tavsiyalarini hayotimga, amaliyotga ko'chirganimda menda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Men bu kitobni shunaqa xohlardim, hamma ayollar o'qishini. Chunki Baxtiyor oilani juda ayollarimiz yaxshi ko'rib o'xshayapti. Mana shu Baxtiyor oilani ko'p joylarda bilmagan joylarini amalda qo'llashdi va ular menga aytishadiki, Ansor opa ayting, shu kitobni o'qisin ayollar. Chunki hozir ko'pda psixologlarga xulosa qo'yishyapti-da, ayollarimizga bundoq nazar tashlasak, Instagramda chiqargan reklamalar orqali, o'sha postlar orqali shu eringizdan xafamisiz yoki farzandingiz tarbiyasida qiynalyapsizmi, mani kursimga yoziling degan kurslarga ko'proq e'tibor qarashyapti-da, lekin asosiy to'g'ri yashash, baxtliyor hayot kechirish, saodatli oila qurish sirini Hazratimiz chiroyli qilib shu kitobda yozib ketganlar aslida. Lekin buni ko'pchilik bilmaydi-da. Lekin psixologlarga borgisi, eshitgisi, ko'rgisi keladi, qatnashadi, pulini ham tikadi, kerak bo'lsa vaqtini ham tikadi, bolalarini ham joylaydi. Bu kitobda esa uyda o'tirgan holatda faqat amalga ko'chirsa bo'ldi. Men o'ylardimki, shunaqa taklifot bermoqchi edimki, shu har bitta kitoblarni o'qigan oddiy o'sha uy bekalaridan tilidan eshitsin ayollar. Nima haqida bu kitob, qani oilaga, ya'ni amaliyotga ko'chirganda unda nima voqea bo'ldi, boshdan o'tganini gapirib bersin shu podkastda. Va shunaqa bo'lar ekan, demak olib o'qishim kerak ekan degan xayol bilan bitta shu videorolik orqali to'g'ri yo'lga tushib olish mumkin-da boshqa eshitgan ayollar. Shu taklifni bermoqchi edim. Men 11-mart 2015-yil o'lgan kunlari hammaning larzaga bu axborot larzaga keltirgan. Hammamiz yig'laganmiz. Men ham shu ko'kcha mozoriga borib janozada ishtirok etganman. O'sha kuni ijod bu deb. O'sha kuni she'r yozganman. Shayx hazratlariga. Shayx Muhammad Sodiq hech o'lgan demang. U yozgan kitoblar hech o'chgan demang. Ilm deb, yurtim deb mashaqqat chekib, hayoti besamar hech o'tgan demang. Muhammad Sodiqni eslab yod eting, yod etib pok ruhlarini ham shod eting. Muhammad Sodiq shayx olim erdilar. Ilmga, ziyoga qoyim erdilar. Uxroviy dunyoviy bilimlar olgan, tarixga bilimdon doim erdilar. Muhammad Sodiqni eslab yod eting, yod etib pok ruhlarini ham shod eting.
ustoz shayx oqulu dono yerdilar. Yaxshilik qilmoqqa oshno yerdilar. Barchaga nur ziyo taratmoq istab, mo'minga mehrda daryo yerdilar. Muhammad Sodiqni eslab yod eting, yod etib pok ruhlarin ham shod eting. Mo'minlar bilimin oshirmoq istab, donolar ilmini boyitmoq istab, Muhammad sallallohu alayhi vasallam siyratini yoritmoq istab, yuzlab kitoblarni bizga qoldirgan Muhammad Sodiqni eslab yod eting, yod etib pok ruhlarin ham shod eting. Yurt ozod iymonda bo'lsin der edi. Avlodlar erkin shod o'ssin der edi. Tunu kun tinmayin ziyo tarqatib, istiqlol mevasin ko'rsin der edi. Muhammad Sodiqni eslab yod eting, yod etib pok ruhlarin ham shod eting. Muhammad Sodiqning shogirdlari ko'p, bizlarga qoldirgan kitoblari ko'p. Uning izdoshlari, toliblari to'p, u boshlagan ishlar davomchisi ko'p. Muhammad Sodiqni eslab yod eting, yod etib pok ruhlarin ham shod eting. Sabr mashaqqatda ilm olmoq istab, islom dunyosidan bilim olmoq istab, olimlik cho'qisin zabt etmoq istab, musofir bo'lib u dunyoni kezgan Muhammad Sodiqni eslab yod eting, yod etib pok ruhlarin ham shod eting. Hamidi aytding sen, dil so'zlaring oz, Muhammad Sodiqqa dostonlaring yoz. U ulug' dahodir, u buyuk ustoz, bo'lajak avlodlar shuni bilsin soz. Muhammad Sodiqni eslab yod eting, yod etib pok ruhlarin ham shod eting. Yana bitta mavzu bor. Ansoraxon, yana bitta mavzu bor. Shayx hazratlarining duosi degan rubrika oching. Nega? Ko'p odamlarning duo qilganlar. Duolar ijobat bo'ladigan holatlar bor. Shuning uchun men istardim bitta rubrika Shayx hazratlarining duosi degan. Mana shu narsa, mana shu kitobim 15-yilda chiqqan. 2 tomlik saylanma kitobim. Ikkinchi tomida 228-29 betda bor. Men sizlarga kopiya qilib beraman. Bo'lgan voqeani yozganman. Meni tanishim Dushanbadan Toshkentga uchadigan bo'lib qolganlar-da. Tojikistondan. Shunda Shayx hazratlari aeroportda samolyot uchmagan, ob-havo yaxshi bo'lmaganda, yomg'ir rosa yog'gan payti samolyot kutadigan joy bo'ladi. Nima deydi shu? Kutish zalida bolasi bilan turganda Shayx hazratlari taniqli odamlar-ku. Chiroyli kiyimda kirib kelganlar. Bir chekkada turganlar. Endi hamma o'zbeklar hammasi biladi Shayx hazratlari. Lekin hech kim botina olmaydi borishga. Shunaqa kuch bor edi, avra zo'r edi. Salovat zo'r edi. Alloh rahmat qilsin. Gapirish yo'lda turib, yonlariga bora olmas edi. Haligi meni tanishim bolasi yonida 4 yasharlik bola. Havo saqat buzilgan, sovuq. Endi bu yozgi kiyimlarda ekanda, havo tez o'zgarib sovuq bo'lganda Shayx hazratlari haligini ko'rganlar bolani. Bo'lgan voqea bu, bilib qo'yinglar. Endi zarcho'pon bor, kiyib beradigan, muftiy hazratlari kiyadigan. Shuni yechibdilar-da, haligi bolaning ustiga o'rabdilar. Bo'lgan voqea bu. Haligi odam, yo'q, hazrat, hech nima qilmaydi, kerak emas. Yo'q, bu bolani ehtiyot qilishing kerak. Bola bizni kelajagimiz deb o'rab qo'yibdilar. Samolyotga shunaqa chiqqan haligi odam. Salonga o'tirgan. Toshkentga samolyot qo'ngandan keyin endi yechib berish kerak-ku endi. Haligi to'nni yechib berib Shayx hazratlariga rahmatli etgan odam. Meni qarindoshim, tanishim, yaxshiman. Sizni yozganman bu yerda, kitobda bor. Keyin siz duo qiling, Shayx hazratlari duo qiling deganlar. Shu yerda duo qilganlar. Ilohim shu farzand kelajakda ilmli, ziyoli, xalqimizga foydasi tegadigan ilmli, ziyoli bo'lsin. Yaxshi ilmlarni egallasin deb duo qilganlar. Shu bola hozir doktor nauk, olim, professor. Duoni ijobati. Ilohim hammamiz duo olib yuraylik, chunki duoni ijobat bo'lsa xalqimiz ko'karadi. Salomat bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Ismim Abdurahmon. Media yo'nalishga xudo xolasa nomzodlar qatoridaman. Boya aytib o'tdilar,
ovozlashtirish, kitoblarni ovozli holatga keltirish bo'yicha ovoz qidiryapmiz deb. Xudo xohlasa, aynan shu yo'nalish bo'yicha kitoblarni ovozlashtirib qo'yishga yaqinda yordam beraman. Qachondan boshlashni aytsanglar kifoya. Va qaysi kitoblarni ovozlashtirishni Menda shunaqa taklif bo'ldiki, har yili bitta olimlarimizni vafot etgan sanalariga yaqinlashganda yoki tavallud ayyomlari yaqinlashganda ularni hayotlari bo'yicha savol-javob uyushtiriladi ko'chalarda. Qaysi yilda tug'ilganlar, qayerda tug'ilganlar, asosiy ma'lumotlar shunaqa so'raladi. Keyin ommadan ularning hayotlarini tanimagandagi tanitish uchun Hazratni ko'proq kitoblarini o'qiydiganlar, targ'ib qilayotganlar ham aslida kitobxonlar jamoasiga targ'ib qilinadi ko'pincha. Shunga ko'chada media yo'nalishi bo'lgani uchun ko'chada shunaqa intervyular tashkil qilinsa-da, videolar olinib, o'sha Hazrat ko'chada duch kelgan odamga Hazrat qayerda tug'ilganlari shunaqa ma'lumotlarni so'ralsa, agar o'sha savolga javob berganligi hadya Ey Allohim, barchamizni yaratganingga shukr, rahmatingla, fazlingla bergan kuningga shukr. Ey Allohim, barchamizni yaratganingga shukr, rahmatingla, fazlingla bergan kuningga shukr. Ilmi ila qalblarimiz nurlarga ko'p to'ldirgan, ilmi ila qalblarimiz nurlarga ko'p to'ldirgan. Hazrati Shayxni bizlarga berganingga ming shukr. Hazrati Shayxni bizlarga berganingga ming shukr. Shukr, shukr, ming shukr. Robbim o'zingga shukr. Muhammad Sodiq Hazratni berganingga ming shukr. Shukr, shukr, ming shukr. Robbim o'zingga shukr. Muhammad Sodiq Hazratni berganingga ming shukr. Yetmish yillik zulmatdan so'ng bizni nurga yetkazding. O'zbek elim qalbini ko'k
qadariga hammamiz rozimiz. Ko'zlar yosh to'kadi, qalblar mahzun bo'ladi, tillarimiz Allohni rozi qiladiganligini so'zlaydi. Lekin bir armon inson ekanmizda, hozir qani endi shu yerda hazrat bo'lsalar, qo'shiqlar kuylamasam. Shunaqa bir armon bor. Safimizda bir yerda o'tirsalar edi, shu qo'shiq kuylamasak edi qani endi. Oxiratlar obod bo'lsin. Rahmat. Hozir so'z navbatini qisqa fikr mulohazalarini bildirish uchun Odinaxon Muhammad Sodiqqa beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram ustozlar, aziz mehmonlarimiz, qadamingizga hasanot. Xush kelibsiz. Bugungi sizlar bilan kechirgan damlarimiz nihoyatda ajoyib bo'ldi. Albatta bizni vazifamiz, burchimiz va istagimiz o'zimizni tashakkurimizni bildirish, sizlarga bo'lgan ehtiromimizni, sizlarni sa'y harakatingizni taqdirlashni bildirishimiz kerak. Hozir Hofiz akamizga aytadigan gaplar bor. Yuraklardan chiqqan gaplarni mana aytdilar. Bir chiroyli bashorat, suyunchilik, xursandchiliklar borki, aytsam shoyat qalblariga bir taskin bo'lsa. Nafaqat u kishini, balki hammamizni qalbimizga taskin bo'lsa. Alloh taolo bizni rizqimizni qo'shib o'tgan safar Ramazon oyida arab davlatlarini biriga safar qildik. Ramazon munosabati bilan o'tkaziladigan kechalarda bo'ldik. O'sha ibodat, xayrli gaplar. Shunda ulardagi odatni ko'rib, o'zlarini ustozlari, shayxlari, yo'lboshchilari haqida ajoyib qasidalarni aytishar ekan. Madhlar aytishadi, haqlariga duolardan iborat bo'lgan haligilarni eshitib, masalan, Qodiriya nimasidagi yo'nalishda bo'lganlar o'zlarini shayxlarini eslab, chunki shogirdlarni burchi ortlaridan xayrli duo qilishlarini va ularni ta'limotlarini shu tariqa navola bilan xalqqa yetkazish. Bu ajoyib uslubda. Mana hozir oddiy so'z bilan eshitganimizda boshqacharoq ta'siri bo'ladi. Lekin navo bilan kelganda uni ta'siri juda ham boshqacha bo'ladi va buni ahamiyati katta. Buni bilgan insonlar mana shularni uyushtirib, kechalarni uyushtirib, insonlarni har yurtdan chaqirib, o'zini sohasiga qo'yib, juda katta ma'no oldik u yerdan. Juda katta. O'sha yerda buni ko'rganimda mana shayxlarni aytishyapti, taqdirlashyapti, vazifalari ularni. Aytdimki, alhamdulillah bizda bu bor. Va akamizdan esladim bularni yozgan narsalari, ijro qilgan narsalari, shoirlarimizni bitgan narsalari, alhamdulillah. Hozir shukr aytayaptilar. Alloh bizga hazratni bergani uchun o'ziga shukr aytamiz. Shuni barobarda hazratimizni muxlislarini, u zotni sevuvchi xalqlarni, mana o'tganlariga shuncha bo'lgan bo'lsa-da, hamma o'zini imkoniyatidan kelib chiqib, ulardan qolgan narsa davom etish uchun o'zini hissasini qo'shayotganini, muhabbatini, izhorini o'zini imkoniyatiga qarab izhor qilayotganini ko'rib, bunga shukr aytamiz. Qarang, mana Ramazon oylarida qilingan xatmi Qur'onlar faqat bu qalbimizga surur bag'ish qiladigan bu katta boylik. Hammaga ham nasib qiladigan narsa emas. Imkoni borlar umralar nomlaridan umralarni, ibodatlarni qilib atashyapti. Qurbonlik kunlari kelsa qurbonliklar qilishadi nomlardan, duo qilib qo'yinglar deb bizga xabarni berish uchun aytishadi. Mana bunaqa qalamlarni ishga solib, shoirlarimiz, olimlarimiz, hofizlarimiz bular juda ham katta baxt. Doimo ziyoratlarga borsak hech qachon bo'sh turmaydi. Ziyoratchini ortidan ziyoratchi. Bu hammasi bizning qalbimizga to Alloh taolo bizni jamlaguncha taskin bo'lib turadigan holatlar. Undan tashqari mana nomlardagi masjidlar, uni ichida tarovuhdagi, Ramazondagi kunlar, tunlar. Undaki mana qizlarimiz to'xtovsiz harakat qilib Alloh taoloning fazli karamida harakatda ham gap katta. Biz harakat qilaveramiz inshaalloh. 1 yil deganda uzluksiz harakatlardagi hazratimizning nomlaridagi ilmiy jurnal uchun ruxsatni olishdi. Bundaki uni ham faoliyati. Alloh nasib qilsa konferensiyalar ham bo'ladi, ilmiy anjumanlar ham bo'ladi va bizni katta orzuyimiz mana ustoz zotlar kelsa doim ta'kidlab aytishadiki, bunday insonning nomida katta bir ilmiy muassasa ishlab turish kerak. Shunga sizlardan iltimos qilib aytamiz, birgalikda duo qilaylik, ularni ham nasib qilsin. Demak, Alloh taolo shu ne'matlarni berish qatorida mukammal qilib atroflicha ne'matlarni bergan ekan. Albatta o'ziga shukr aytgan holatda va sizlarga ham tashakkur aytaman. Mana shu hazratimiz bor paytlarida ham xalq u kishini e'zozladi.
ortlardan ham o'shani kamaytirmagan, balki ko'paytirgan holatda biz oilalar uchun, farzandlar uchun buni ahamiyati nihoyatda katta. Qayta rahmat aytamiz va Alloh taolodan buni davomiy bo'lishini, shukrini keltirar ekanmiz, munosib shukr keltirib, yanada bu holatlarni bizga ko'paytirib berishini Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolamiz. Shu munosabatda mana aytib qo'yishadi hazratxonlik. Bular hammasi hazratxonlik. Bunaqa hazratxonliklarimiz ko'p bo'lishini, sizlar bilan, siz azizlarimiz bilan yaxshiliklar, chiroyli qalbimizga bir nur bo'ladigan, dunyo va oxiratimizga xayr bo'ladigan munosabatlarning ustida jam qilib qo'yishini o'zidan so'rab qolamiz. Qadamingizga hasanat, takror tashakkurlar. Yana tez orada didorlashguncha Allohga omonatsiz deyman. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Haqiqatdan ham mana juda ham oz qavatda borgan sari Hazrat bilan hamnafas bo'lgan, ularning suhbatlarini olgan insonlar, mana o'zingizning xabaringiz bor, Qalam va bitik ahlida o'sha Ra'no Rahmonberdi qizi bilan ham suhbatlashganimizda yoki yaqindagi O'ktamxon opa bilan gaplashganimizda ham Hazrat bilan bog'liq juda ham ko'p voqealarni gapirib berishdi. Afsuski uni bittagina dasturga sig'dirish imkoniyati bo'lmaydi. Imkon qadar o'sha Hazrat bilan ko'p muloqotda bo'lgan odamlarning suhbatlarini ham yozib qolishimiz kerak degan hozir fikr keldi shu yerda o'tirganda. Keyin Homidjon akani ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Oydin hayot ko'rsatuviga bizni ko'p chaqirganmiz. Uylarida mehmon bo'lganman. Menga ham o'sha kitoblaringizdan sovg'a qilgansiz. Ancha yil bo'lib ketdi-da bunga. Men ko'rib xursand bo'lib ketdim. Shu kitoblaringiz yangi chiqqan paytlarda o'qib juda ham xursand bo'lganman. O'shanda ham Hazrat haqidagi xotiralaringizni bizga bir davra bo'lib o'tirganimizda gapirib bergan edingiz, o'sha kitobga kirgan joylaringizni. Rahmat, juda ham xursand bo'ldim. Keyin yana bitta narsa xayolimga keldi. Bizning O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining arxivida hali xalqqa oshkor qilinmagan juda ko'p dasturlar bo'lishi mumkin. Shunda shu paytgacha qiziqib ko'rmagan ekanman. Inshaalloh Xudo xolisa o'sha arxiv materiallari balkim sizlarning qo'lingizga yetib bormagan materiallar bordir. O'shalarni olib, ko'chirtirib, yana ham shu Hazratimizdan qolgan xazinani boyitishga o'zim hissamni qo'sha olsam, juda ham baxtiyor bo'lardim deb hisoblayman. Rahmat hammaga. Assalomu alaykum, ahli jamoa. Hammangizni mana shunday kun bilan birinchi o'rinda muborakbod etaman. Mana shunday davrada turish men uchun ham sharaf. Bittagina taklifim bor edi, mana shu opamizni fikrlarini intiqosi sifatida. Mana shu viloyatdagi ayollarimiz ham Shayx hazratlarini juda sevishadi, juda sevib kitoblarini mutolaa qilishadi. Har bitta onalarimizni qo'llarida, yostiqlarining tepasida kattalarimizni, yoshlarimizni qo'llarida, bag'rida, ko'ksilarida Shayx hazratimizni kitoblari borligi meni xursand qiladi. Chunki men o'zim Malika oshirish institutida ishlayman. Har doim suhbatlashganimda ilm ahli bilan, ziyolilar bilan suhbatlashganimda shuni ko'rib to'g'risi xursand bo'laman. Men taklifim shundan iboratki, viloyatlarda ham bo'limlar tashkil qilsak, Toshkentga kelib ketishdan ko'ra Qashqadaryoda, Namanganda, Samarqandda ayollarimiz ichidan eng aktivlarini, mana shu o'zimiz ichimizdagi eng aktivlaridan bo'limlar tashkil qilib va ular orqali viloyatimizdagi ishlarni yurgizib tursak yaxshi bo'lar edi. Barchalari o'sha hisobotlarini berishganda hammaniki jam bo'lar edi. O'sha videoroliklar ham, o'sha iqtiboslar ham, o'sha rasmlar ham, o'sha suratlar hammasi, o'sha fikrlar ham jam bo'lib kelar edi. Men yana mana shu peshqadam karvoni tashkilotchilariga har doim o'sha gruppada mulohazalarda yozib qo'yaman. Mana bugun men musharraf bo'lib turibman bular bilan yuzma-yuz ko'rishib turishga. Birinchi o'rinda Odinaxon opa sizga, qolaversa mana shu ahli jamoangizga tashakkurlarimni bildirmoqchiman. Hammangizni qilayotgan ishlaringiz tahsinga loyiq. Barchalaringizga rahmat aytmoqchiman. Minnatdorman. Rahmat.